Kamol mashinada uzoq yo'ldan charchab kelardi. Oqshom tushib atrofni tuman qoplagan. Yaqin orada shaharga yetib borish imkonsiz edi. Yo'l chetida eski mehmonxonaning chiroqlari ko'rindi. Ko'rinishidan odatiy joy edi. 2 qavatli, sarg'ish yoritilgan derazalar va tosh devor. Lekin atrofida hech qanday boshqa bino yoki odam yo'q edi. Mashinasini mehmonxona oldida to'xtatib, ichkariga kirdi. Ichkaridagi havoda eski yog'och va biroz ho'l bo'lgan polning hidini sezish mumkin edi. Resepsiyada keksaroq ayol Kamolga ko'z tikib qarab turardi. "Bir kechaga xona kerak edi", dedi u. Ayol unga uzoq tikilib turdi-da, so'ng kalitni uzatdi. 2-qavat, 207-xona. Har holda siz oxirgi mehmon bo'ldingiz. Bu gap unga biroz g'alati eshitildi, lekin e'tibor bermadi. Kalitni olib zinadan yuqoriga ko'tarildi. U xona ichiga kirdi. Ichkarida hech qanday o'ziga xos narsa yo'q. Oddiy yotoqxona, eski shkaf va deraza ortida zulmat. Biroz dam olib dushga kirdi. Suv qizib ketayotganini sezib, sovuq suvni ochdi. Lekin krandan qizil suyuqlik, go'yo qon oqayotgandek tuyuldi. Yuragi tez ura boshladi. Ko'zini yumib qayta ochdi. Oddiy suv edi. "O'ta charchaganimdan bo'lsa kerak", deb o'zini tinchlantirdi. Yotoqqa yotdi. Ammo uzoq o'tmay koridordan g'ijirlash eshitildi. Kimdir oyoq uchida yurgandek. Keyin devor ortidan bo'g'iq ovozda shivir eshitila boshladi. "Ket bu yerdan, ket!" Kamol beixtiyor titrab ketdi. Nafasini ichiga yutib quloq soldi. Ovoz boshqa eshitilmadi. "Mendan boshqa mehmon bo'lsa kerak", deb o'yladi. Ammo qabulxonada mehmonlarning ro'yxati faqat 3 kishidan iborat edi. Kamol, bitta erkak va bitta ayol. Tashqariga chiqib, koridorga qaradi. Hech kim yo'q. Shunchaki eski gilamga botib ketayotgan oyoq tovushlarining aks sadosi. Ertasi kuni tongda uyg'onib pastga tushdi. Resepsiyada kechagi ayol o'rnida yoshroq yigit turardi. "Kechirasiz, kecha resepsiyada turgan ayol qani?" so'radi Kamol. Yigit unga hayron qaradi. "Bizda ayol kishi yo'q, aka. Kecha ham men navbatchi edim." Yuragi shuv etib ketdi. Lekin bu hammasi emas edi. Atrofga qaradi. Mehmonxona bo'shab qolgandi. Kecha boshqa mehmonlar bo'lishi kerak edi. Lekin endi hech kim yo'q. Kechagi shivirlagan ovozni esladi. "Ket!" degandi u. Nonushta qilib o'tirganida oldingi stol yonida yigit o'tirardi. Kamol unga murojaat qildi. "Aka, bu mehmonxona haqida nimadir bilasizmi?" Yigit atrofga shubha bilan qaradi va past ovozda gapira boshladi. "Har yili bu mehmonxonada yo'qolishlar bo'ladi. Mehmonlar keladi-yu, ertasiga yo'q bo'ladi." Nafasi ichiga tushib ketdi. "Eshitgan bo'lsangiz kerak. Har kecha kim oxirgi bo'lib kelgan bo'lsa, ertasiga g'oyib bo'ladi." Yuragi tez ura boshladi. Kecha resepsiyadagi ayol nima degandi? Siz oxirgi mehmon bo'ldingiz. Siz oxirgi mehmon bo'ldingiz. Siz oxirgi mehmon bo'ldingiz. Joyidan sapchib turdi va resepsiyaga yugurdi. "Men ketishim kerak." Resepsiyachi hech qanday ro'yxatda uning ismi yo'qligini aytdi. "Aka, siz bizda tunamadingiz-ku." Kamol titrab ketdi. O'zini yo'qotdi. Xonaga qaytib chiqib buyumlarini oldi va darhol chiqishga shaylandi. Ammo eshik ochilmasdi. U derazaga yugurdi. Tashqariga qaradi va muzlab qoldi. Deraza ortida kechagi yo'l, o'rmon va mashina yo'q edi. O'rniga qop-qora bo'shliq. Go'yo tashqariga chiqsang, yo'q bo'lib ketasan. Yana eshikni ochishga urindi. Bo'lmasdi. Orqasida esa
Asta-sekin qadam tovushlari eshitila boshladi. Kimdir unga yaqinlashayotgandek edi. Yumshoq bosqichlar, nafas ovozi. U asta-sekin eshik tutqichini burab ko'rdi. Eshik ochildi. Lekin u endi kechagi mehmonxonada emasdi. Atrofga qaradi. Xona eskirib ketgan, devorlari qulab tushayotgan, shiftidan o'simliklar osilib turgan joyga aylangandi. Go'yo yillar o'tib ketgandek. Eshik ortidan kimningdir pichirlashi eshitildi. Yana bir mehmonimiz g'oyib bo'ldi. Kamol shundan keyin hech qachon topilmadi. Mehmonxona esa yana o'z mehmonlarini kutishda davom etardi.